odamni qo'li guldek bekorga aytishmaydi, sababi oddiy qo'l mehnati bilan qilingan yuqori sifat darajasidagi tunuka xizmatlarimizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonadonimiz Andijon viloyati Marhamat tumani Yuqorirovat mahallasida joylashgan. Bu xonadonimizni ko'rib turganlardek ichkari shapka qismlarimizni aylanasiga tunuka fonlar qilib berilgan va ravatxonamizga ham tunuka fonlar qilingan. Ko'cha shapkalari bilan birgalikda tunuka fonimizdan tashqari besti tarnovlarimizdan ustunkalar qilib berilgan. Bu xonadonimizga 110 kvadrat atrofida tunuka fon ishlatdik. 45 metr tarnovlar ustunkalar qilib berildi hamda ravatxonamizga MDFlar bilan birgalikda. Shunda bu xonadonimizga 17 million so'm atrofida pul ketdi. Dollarga pichganimiz esa 1300 dollar atrofida pul ketmoqda. Bu xonadonimizga juda ham chiroyli fasondagi tunuka fon ishlarimizdan qilib berilgan. Bu joylarimizda eski patologlarimiz bor edi, buzib tashlab, mana shu fasonli tunuka fon xizmatlarimizni amalga oshirdik. Oq rangli tunikamiz bilan mokri rangli tunuka fonimizdan foydalanganmiz. Hamda karnizlarimiz yumaloq karnizdan, stillariga esa gold svetli tunikalarimizdan qo'yib chiqqanmiz. Bu joylarni ko'rishingiz mumkin. Har bitta ustani ishini, sifatini qayerdan bilsa bo'ladi kachista bilan degan do'stlarimiz uchun har bitta burchaklari, liniyalari ustani o'zining kachistasini, ustada qanaqa mohirligini ko'rsa bo'ladi. Mana ravatxonamiz ham kichikroq, lekin neobычный fasonda juda ham ravatxonamizga mos tushadigan majma ham emas, skromniyroq fasonda tunuka fonlar qilib berilgan. Hamda ko'rib turganlardek ustakalarimiz ravatimizni tepa ozgina ochilib qolgan zazorga ham tunuka fonlarni berkitib, hamda mana bu kichkina joygacha e'tibor berib ketilgan ko'rib turganlardek. Ana endi esa ko'cha shapkalarini ko'rib chiqamiz. Ko'cha shapkamizni ham ichkari shapkamiz bilan bir xil fasondagi tunuka fonlarimizdan qilib berilgan hamda besti tarnovlardan ustunkalar qilib berilgan. Shu besti tarnovimizning hamma rasotlari ichida orqada poli taxtasi, kronштейni, germetikasi, ustunka xizmatlari bilan birgalikda 1 metrini 70 ming so'mdan ustunkalar qilib berilmoqda. Xuddi shu tunuka fon fasonimizni esa barcha rasotlari ichida 140 ming so'mdan. Barcha rasotlari ichida deganda lesa, reka, samarez, ustunka yetkazib kelish xizmatlar, barcha xizmatlar ichida xonadon egalaridan faqatgina ustakalarimizga bir mahal obed beriladi. Ustaning mahoratlarini ko'rishingiz mumkin. Shapka qismimizni oldi kelayotgan qosh qismimizgacha burib, hamda yonboshlaridan tunuka fonlar bilan bekitib, yumaloq karnizni ham yonboshlari bilan bir xil bekitib, ishni shunday chiroyli qilib yonboshlarini yakunlab qo'ygan. Aziz do'stlar, ustakamizning ishiga bir dona like bossa arziydi aziz do'stlar. Kommentariyada shu ishimiz haqida o'z fikrlaringizni yozib o'tinglar. Sizlarga ham shunday tunuka fon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizga aloqaga chiqib buyurtma beringlar. Inshaalloh keyingi xonadon sizlarniki ham bo'lishi mumkin aziz do'stlar. Sizlar Erkin tunuka fon kanalini kuzatib bordinglar. Albatta qimmatbaho vaqtingizni ayamasdan video roligimizni kuzatib borganlar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar, hammaga ishlagan omad.